Assalomu alaykum nafis mebel obunachilarim. Xudo xohlasa yaqin kompaniyasidan qurilgan yana bir domimizni oshxona jihozini qilib berdik. Xudo xohlasa bu oshxona jihozimiz 4 metr joyga bo'ldi. Bu yerga xolodilnik joylab berdik, tepasini mebel qilib berdik. Moyka ichida sushuvkalari bilan qilib berdik. Moykalarimiz ham yaxshisidan bo'ldi, xudo xohlasa. Bu yerga gaz paneli o'rnatib berdik. Gaz paneli tagi duxovka tushadigan bo'ldi. Bu yerda umli kotyollarini urab berdik. Bu ishimiz rossiyskiy laminatdan bo'ldi. Tagi mokriy rangda bo'ldi, tepasi oq rangda bo'ldi. Xudo xohlasa zakazlar bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bu ishimiz общий 8,5 million so'mga qilib berdik. Mexanizmlari hammasi davodchilikdan bo'ldi. Xudo xohlasa balandligi 2,30 cm bo'ldi. Zakazlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib Andijon, Vodiy, Toshkentgacha bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Olib borib o'rnatib beramiz, xudo xohlasa.